Assalomu alaykum, musofirda yurgan barcha hamyurtlarimiz hamda Ishonch Avianing qadrli mijozlari. Sizlar bilan yangi videoda ko'rishtirganimdan juda ham xursandmiz. Bu galgi videomizda Moskvadan O'zbekistonga bo'lgan fevral oyidagi eng arzon biletlar haqida tanishtirib o'taman. Eslatib o'taman, agar siz Moskvada emas, Rossiyaning boshqa shaharlarida bo'lsangiz, bu muammo emas. Bizning Ishonch Avia kompaniyamiz sizlarga eng arzon biletlarni Rossiyaning istalgan shahridan O'zbekistonning istalgan shahriga bemalol olib berishimiz mumkin. U uchun ushbu ekranda turgan raqamlarga Telegram orqali murojaat qilsalaring, ishlaring tezroq bitadi, chunki Telegramga bir nechta adminlarimiz qarashadi. Yoki aksincha, O'zbekistondan ham Rossiyaning istalgan joyiga biletlaringni olishlar mumkin. So'mda yoki rublda hammasini adminlarimiz ma'lumot berib o'tadi. Asosiy mijozlarimiz Moskvadan uchgani uchun ma'lumotlarimiz faqat Moskvadan bo'ladi. Boshqa viloyatlarnikini esa aynan adminlarimizdan real vaqtda olishinglar mumkin. Bo'lmasam boshlaymiz. Xo'p, Moskvadan Toshkentga 10-fevraldan boshlab to fevralning oxirigacha Toshkent shahriga 7000 rubldan boshlab turibdi biletlarimiz. Bu 23 ga 8 bagajlar bilan bo'ladi. Agar 32 kilo bagajli variant kerak bo'lsa 9300 rubldan boshlab boshlanadi. Xo'p, Farg'ona shahriga, ya'ni Vodiyga uchmoqchi bo'lgan hamyurtlarimizga narxlar biroz ko'tarilib qoldi o'tgan haftaga nisbatan. Hozir 11700 rubldan boshlab turibdi 23 ga 8 bagajlari bilan. Andijon, Namanganga narxlar xuddi shunaqa hozir. Agar Urganch shahriga uchmoqchi bo'lgan hamyurtlarimiz bo'lsa, 8000 rubldan boshlab turibdi 23 ga 10 bagajlari bilan. Nukus shahriga ham deyarli Vodiy bilan bir xil hozirgi paytda narxlarimiz, ya'ni Nukus shahriga 11700 rubldan boshlab 23 ga 8 bagajlari bilan birga bo'ladi. Eng arzoni hozirgi kunda Samarqand shahriga bo'lyapti. Samarqand shahriga 4200 rubldan boshlanadi narxlar. Bu 10-fevraldan boshlab to fevralning oxirigacha. Oxiriga borib narxlar biroz o'zgarishi mumkin, lekin hozirgi paytda bu video chiqqan mahalda narxlar aynan shunaqa. Eslatib o'taman, Samarqand shahriga bu bez bagaj faqat ruchnoy klad bilan, ya'ni 5 kilo qo'l yuki bo'ladi xolos. Bagajli versiyasini esa adminlarimiz orqali olishinglar mumkin. Bu uchun ushbu ekranda turgan raqamlarga murojaat qilishlaring mumkin. Yana bir iltimosnoma aytmoqchiman. Ko'p mijozlarimiz WhatsApp ila ishlamayapti degan shikoyat qilishyapti. WhatsApp aslida bizda emas, sizda, ya'ni hammamizda ishlamayapti bu narsa. Buni ko'pchilik hali ham tushunib yetmabdi. Haligacha WhatsAppdan uydagilar bilan boshqa bilan gaplashib yurganlar o'ylaydi, ular javob bermayapti yoki biz javob bermayapti. Yo'q, do'stlar, WhatsApp Rossiyada cheklovlar bilan ishlayapti. Xohlagan mahalda ishlaydi, xohlagan mahalda ishlamaydi. Kunning ma'lum bir vaqtida ishlab ketyapti, ma'lum bir vaqtda ishlamayapti. Shuning uchun WhatsAppdan emas, Telegramdan yozsalaring, ishlaring tezroq bitadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, Telegramga bir nechta adminlarimiz qaraydi. O'zbekistondan kelmoqchi bo'lganlarga boshqa adminlar qaraydi, Rossiyadan uchmoqchi bo'lganlarga boshqalar. Xo'p do'stlar, bizda hozircha shular. Sizlar bilan yangi videoda ko'rishganimdan juda ham xursandman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishonch Aviadan uzoqlashmanglar. Ishonch Avia eng ishonchli aviakassalardan biri.